Obuna bo'lmagan. Tamam, aka. Xo'p, sizga omad. Ishlaringizga omad, barakasini bersin. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling. Okalar, biz bugun o'z obunachilarimizga hadya ulashishga qaror qildik. Ya'ni bizga obuna bo'lgan har bitta obunachimizga o'z hadyamizni beramiz. Siz ham obuna bo'lib qo'ying, chunki yo'limizdan chiqib qolishingiz mumkin. Videoni kuzating, juda ham qiziqarli bo'ladi. Aka, assalomu alaykum. 1 minut. Yaxshimisiz? Biz Gents Uz kiyim do'konidamiz, aka. Tekshiramiz. Biz challenge qilamiz. Agar bizga obuna bo'lgan bo'lsa, sizga hadyamiz bor. Do'konimiz. Obuna bo'lmagan ekan. Qarang, qanday qilamiz? Obunani bosib qo'yamiz. Ayni obuna bo'lmagan bo'lsangiz ham halol mehnat qilib yurganingiz uchun sizga hadya beramiz. Allohga shukr, rahmat akalar. Sog' bo'ling, do'kon nomidan Turkiyada ishlab chiqarilgan yaxshi sviter. Alloh rozi bo'lsin aka. Gents Uzga obuna bo'lgansiz yoki agar obuna bo'lgan bo'lsangiz, sizga sovg'amiz bor. Obuna bo'lmagan ekansiz, aka. Sizga aka, bizani kuzatib boring. Aka. 44 razmer. Sog' bo'ling, charchamang, ishlaringizga omad. Agar podpiska bo'lgan bo'lsangiz, sovg'a beramiz, aka. Voy, obuna bo'lgansiz. Obunani bosib qo'ying. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz ham sizga sovg'a beramiz, aka. Birinchisi. Mana aka. Okajon, sog' bo'ling, charchamang. Xo'p, obuna bo'lmagan ekansiz. Kuzatishda davom eting. Charchamang, aka, sog' bo'ling. Nima vaqtingizni olamiz? Obuna bo'lmagan ekansiz. Obuna bo'lib qo'yamiz. Charchamang, ishingizga omad. Aka, biz kiyim do'konidamiz. Podpiska bo'lmagan ekansiz, aka. Podpiskani bosib qo'yamiz, mana aka. Ko'rsangiz ham bo'ladi. Dokumentlari bilan. Rahmat. Sog' siz ham obuna bo'lmagan ekansiz. Alloh xayrli qilsin. Bizani kuzatib boringlar, aka. Charchamang. Biz Gents Uz kiyim do'konidamiz, aka. Instagramdan kirib bizga obuna bo'lib qo'ying, o'zingiz ko'rasiz. Xullas, akalar, biz hamma sovg'alarni tarqatib bo'ldik. Agar siz ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Agar bu challenjimizni davom ettirishimizni xohlasanglar, maksimalni do'stlar shu videoni yuborib, layklarni bosib tashlaymiz.